Forex hisobini qanday ochish kerak? Assalomu alaykum hammaga. Bugun men hammaga Forex hisobini qanday ochish kerak bo'yicha eng oddiy va aniq yo'l bilan qo'llanma beraman. Forex hisobini ochish uchun quyidagi manzilga o'ting. Yoki Forex hisobini ochish uchun ushbu videoning tavsifidagi havolaga bosishingiz mumkin. Ushbu videoda men ham hisobini qanday ochish misolini beraman. Quyidagi manzilda ham veb-saytiga kiraman. Boshqa Forex brokerlari bilan siz broker nomini o'zgartirishingiz mumkin. Keling, boshlaymiz. Bu ximga kirishdan keyingi interfeys. Tilni o'zgartirish uchun bu yerni bosishingiz mumkin. Am hisobini ochish uchun boshlashni bosing. Am sizdan quyidagi ma'lumotlarni to'ldirishingizni talab qiladi. Jumladan yashash mamlakati, e-pochta va parol. Iltimos, ma'lumotlarni tartib bilan to'ldiring. Parolingiz uchun 10-15 ta belgidan foydalaning. Bir yoki undan ko'proq raqamdan foydalaning. Bir yoki undan ko'proq ingliz tili kichik harfidan foydalaning. Bir yoki undan ko'proq ingliz tili katta harfidan foydalaning. Bir yoki undan ko'proq maxsus belgidan foydalaning. Men sizga ma'lumot uchun ekranda misol ko'rsataman. Am shartlariga rozilik bildirish uchun bu yerni bosing. Keyin ro'yxatdan o'tishni bosing. Am sizga tasdiqlash elektron xatini yubordi. Gmailga kirish uchun yangi yorliq oching. Bu ham menga yuborgan elektron xat. Agar siz ham elektron xatini kiruvchi qutingizda topa olmasangiz, ko'proqni bosing. Keyin tekshirish uchun spam bo'limini bosing. Endi ham yuborgan elektron xatni ochamiz. E-pochtani tasdiqlashni bosing. Mablag'larni qo'yish va savdo qilish imkoniyatiga ega bo'lish uchun hozir tasdiqlashni bosing. Keling, profilingiz tafsilotlarini, jumladan ism, ikkinchi ism, familiya, tug'ilgan sana va telefon raqamini qo'shamiz. Davom etishni bosing. Keyin yashash mamlakati, manzil, shaharcha, ko'cha raqami va pochta indeksi haqidagi ma'lumotlarni to'ldiring.
Pochta indeksi bo'limida siz yashayotgan joyingizning pochta indeksini onlayn tarzda qidirib topishingiz va bu yerga to'ldirishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni to'ldirganingizdan so'ng, moliyaviy tafsilotlarni kiritishni bosing. Investor profilingiz bo'limiga o'ting. Ham so'raydi, sizda Forexga oid ta'lim darajasi bormi yoki siz Forex yoki farq shartnomalari kabi derivativ mahsulotlar bilan kamida 15 marta savdo qilganmisiz? Iltimos, bu savolga javob bering. Keyin davom etishni bosing. Keyingi qadam hujjat verifikatsiyasi va shaxsni tasdiqlash uchun hujjatlaringizni yuklashdir. Verifikatsiyani boshlashni bosing. Ham yuklangan ma'lumotlaringizdan foydalanishiga ruxsat berish uchun bu yerga bosing. Bu tugmani bosing. Bu yerda siz chiqarilgan mamlakat hududni tanlang va it turini tanlang kerak. It turini tanlang bo'limida siz identifikatsiya kartasi, haydovchilik guvohnomasi yoki pasportni tanlashingiz mumkin. Men identifikatsiya kartasini tanladim. Kameradan foydalanish uchun ruxsat berish tugmasini bosing. Iltimos, hujjatlaringizni tekshirish uchun ramkaga joylashtiring. Keyin siz yuzni tekshirishni yakunlashingiz kerak. Bu siz yuzni tasdiqlashni amalga oshirishdan oldin HMning eslatmalaridir. Bu yerni bosing. Iltimos, yuzingizni ramkaga joylashtiring va ekrandagi HM ko'rsatmalariga amal qiling. Hujjatlaringizni muvaffaqiyatli yukladingiz. Ham akkauntni tekshirish natijalarini sizning elektron pochtangizga yuboradi. Endi men sizning akkauntingiz haqida ba'zi muhim ma'lumotlarni tanishtiraman. Shaxsiy kabinetga qaytishni bosing. Iltimos, mening hisoblarim bo'limiga o'ting. Bu yerda siz savdo akkauntlaringizni boshqarasiz. Am akkauntni ikki qismga bo'ldi: haqiqiy akkaunt va demo akkaunti. Bu ham foydalanuvchilar uchun yaratgan MID5 standart haqiqiy akkauntidir. Va bu ham shuningdek foydalanuvchilar uchun yaratgan MID5 standart demo akkaunt idir. Agar siz ko'proq akkaunt ochmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha hisob ochishni bosing. Savdo platformasida endigina yaratgan HM akkauntiga kirish uchun sizga kerak server nomi, kirish akkaunt raqami va akkaunt paroli. Akkaunt ma'lumotlaringizni topish uchun bu yerni bosing. Hisob ma'lumotini bosing. Bu hisob ma'lumoti jadvali. Siz server nomi va kirish akkaunt raqamini bu yerda topishingiz mumkin.
Agar siz savdo akkauntingiz parolini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerni bosing. Keyin savdo hisobi parolini o'zgartirishni tanlang. Siz bu yerga yangi savdo hisobi parolini kiriting. Parol talablari 10-15 ta belgidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq raqamdan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili kichik harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili katta harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq maxsus belgidan foydalaning. Men sizga ma'lumot uchun ekranda misol ko'rsataman. Bu yerga joriy profil paroli kiriting. Uni to'ldirgandan so'ng, parolni o'zgartirishni bosing. Parol o'zgartirildi. Hujjatlaringizni muvaffaqiyatli tasdiqlaganidan so'ng hisobingizga kirib, savdoni boshlashingiz mumkin. Siz ushbu videoning tavsifida bergan MT4 va MT5 ni qanday yuklab olish va ishlatish video qo'llanmasiga murojaat qilishingiz mumkin. Shunday qilib, men sizga Forex hisobini qanday ochish kerak bo'yicha yo'l-yo'riq berishni tugatdim. Akkaunt ochish jarayonida sizga muvaffaqiyat tilayman. Xayr va keyingi videolarda yana ko'rishguncha